Hammaga salom obunachilarim. Hozirda men mana shu robotni yasadim. Bu robot insonlarga maishiy tomonlardan yordam beradi. Bu yerida gradusnik bor. Bu gradusnik inson haroratini o'lchaydi. Keyin esa bu uy harorati, havo haroratini o'lchaydi. Keyingisi quyosh panel joylashgan. Hozirda qizil svit yonib turibdi. Bu qizil svit bilan bu zaryad olayotganini bildiradi. O'zini bu tok bilan ta'minlaydi. Hozirda buni ishlatib ko'ramiz. Buni pastiga kolonkalar qo'yilgan. Bu bilan bu gapiradi. Hozirda buni yana boshqacharoq qilib yasamoqchiman. Keyin esa bu joyga duxi solinadi. Bu duxi uyingizda bir kun shirin hid bilan ta'minlab turadi. Va bundan ham zo'rlarini yasamoqchiman. Buning uchun kanalimga obuna bo'ling va foydali videolarimni ko'rib boring.